Xo'sh, retro mashinalar turkumiga kiradigan Moskvich. Xo'sh, Bobjon ukamiz, Harun aka. Mashinani kraskasini ham shu kiyimimizga moslab qo'yibsiz, ha? Qoyil. Osmon ham bo'pti, mashalloh. Xo'sh, Bobjon ukamizni ishlarini ko'p chiqarganmiz. O'zimizda qo'shni bo'ladi, shuning uchun chetdan har o'tganimda videoga olib chiqaraveraman. Aybga yurmaysizlar. Moskvich mashinamiz nechinchi yil chiqarilgan bu uka? Yili 80-yilmi, 70-yilmi? 80. Ha? Xullas bu ham bilmas ekan, to'g'ri tushunasizlar. Moskvich mashinamizni nima ishlar qilib beryapsiz? Boburxon. Polni remont, ikkita eshik boshqa qo'yilgan. Keyin yana qayerda dedingiz? Kapot boshqa qo'yilgan. Hozirgi kunda mashinaga bo'yash, ya'ni kraska xizmatidan foydalanish necha pulga tushyapti uka? 3 million. 3 millionning ichiga nimalar kiradi? Polni kraska, undan keyin yana nima? Periodilka bo'lyapti, ya'ni eshik olib qo'yilyapti. Ichlarini ham shaxslanadiganday qildingiz, a? Polni. Chunki akalar mana ichini ko'ringlar. Endi ko'rimsiz holatda hozircha, lekin ichkari polni saqlanar ekan. Patologiya ham yangi qo'yiladi, lekin bo'zi, o'zini bo'zi. Teshik bo'zi bor-ku. Xo'sh, mana nimani o'zi necha pul ketdi? Rasxoti. Kraskani o'zi deymizmi? Hammasi va xullas mana shu mashinani tik bo'lib, bikir bo'lib chiqishi 5 million atrofiga borib qoladi. O'zi mashinani o'zi yaqin 8 million yo 10 million atrofida. Lekin mana shu akalarimiz 5 million pul tikib yuboribdi. Xudo xolasa bu mashinani egasi nima ish qiladi o'zi bunaqa? Akalar, ukalar, do'stlar, qadrdonlar, mashinaning orqasida mana bundaqa nima deydi? Tirkama deymizmi? Shunaqasi bormi o'zi o'ylayveringlar. Soqqan tagidagi ishlarni qiladigan akamiz. Mana katta usta akamiz. Oma deyapti. Keling bir anaqa. Kechasi ham qochmaydi keyin, oma. Mana mashinamizni nima ishlar qilib beryapsiz? Bo'pti, olmayman. Mana 06 bu? 06. Yo 01 mi? 06. Toshkentdan kelgan. Mashalloh, mana. Shogir aka omadi dedi, ovora endi Toshkentdan kelibdi-yu. Mana des. Bu aka ma'lumot o'rnida. Toshkentdan yurib kelgan mashinami, evakuatorda kelgan? Yurib kelgan. Ha, bo'ldi. Xudo xolasa yurib kelgan, yurib ketadi. Nima ishlar qilib beryapsiz endi unga? Ha. Kilolar almashadi. Aha. Kilolar taqoqqa almashadi. O'zi 50% joy almashagan, demak, ha? Mashinani yangi ekan o'zi. Ha, nechinchi yil? 90. Mashalloh. Esimda qolmadi. Mashalloh. Demak, 30 yoshli mashina ekan. Narigimiz nechinchi yil Moskvich? Ha, Boburxonga yetsam bilmayman. Lekin qolgan narsalarni sepib beraverasiz. Unaqa arava topaman. Sahna chekman tarafdan. aha. Oldingi shlerlarni. Aha. Lekin qarasam tomini bo'lib turadi, tomini ham qo'shib sepib qo'ydim. Uni safardingiz. Ha, bir qatorni sepib qo'ydim. Общий расход necha pul ketdi endi Moskvichga? Misol bitishi. O'zi Moskvichni bozorda narxi 7 million, 8 million, zo'rlar 10 million, to'g'rimi? Ha. Endi kimdirlar aytishi mumkin-da. Hozir buncha rasxoddan ko'ra deydi, uni tanag'ini bekirini deydi 10 millionga olganim yaxshi deyishi mumkin. Mana ishlardan o'tdik. Ha. Rabotcha keldik nimada? Marg'ilonda kiosk degan nimasida. Ha. Bu eshikda, narigi eshikda mana bu orqa kapotni. Boshqa qo'yildi. Ha, rabotcha olib keldik. Keyin bu mashinani petlalarini bunday nima qilib, sharaqa oldi, petlalarni oldik, petlalar 20 mingdan. Endi petlasi ko'pchilik tushunmagan bo'lsa, tushunish uchun oshiq-moshiq deylik, ha? Eshikda oshiq-moshig'i o'sha mashinaga petna deyiladi. Bo'ldi. Nech pul ketyapti endi общий bitishi? O'rtacha rasxodni bilan usta xizmatini ayting. Bitta qilib. Hani 1 million shali kraska ketdi. 1 millionlik kraska, ha. Endi mana nimalari, ishlari 100 mingdan oldik. Lekin Mashalloh, 100 ming. Temirda puli ham emas, 100 ming. 50 mingdan oldik. Endi xizmat haqisi qolsa, bu o'zimizga qarashli. Ha, общий necha pul endi? Yo, mana mo'ljal olish kerak-da, biz ko'rib turganlar. Ha, kimdadir mana shunaqa mashina borda,
rasvos chiqyapti. Sizni gapingizdan olishi mumkin, fikr qilishi mumkin. To'xtay, men ham shunga borishammikan yoki solishtiradi xullas. Ertaga so'lar bilan. Shunga aytgan joyim. O'sha bitishini aytsangiz, yo shaharga qaraganda bizniki ancha arzon. Ha, chunki mana Toshkentdan kelgandan ham bilib olaveringlar, ancha arzon shaharga qaraganda. 4 millionga ketdimi bittami? 4 million. yo'q, ha, boradi. 4 millionga boradi, o'rtacha. Ha, men Boburxon hozir endi bilmaydi, 5 million atrofida dedi, yaqin 4 millionga deyapti ekan. Bu kassiyarning klientida bir eksklyuziv ham ovqatdan keladi. Usta. Maşallah. Maşallah. O'zi ustakamimiz meni yaqin qo'shnim bo'ladi. Eng sifatli ish va eng arzon ishlarni mana shu ustakamdan qilib ko'raverasizlar. Narxi bo'yicha ham arzon bo'ladi, bundan tashqari ish bo'yicha ham sifatli bo'ladi. Klientlarga e'tibor berib qo'yinglar. Mana shu mashinani ham Toshkentdan olib kelgan. Yaqin 300-400 kilometr uzoqlikdan o'zlari olib kelishgan. Bunga endi kraska xizmatini ham sepib berasizmi? Polni, ha? Necha pul atrofida pul ketadi mana shunga? Buni kraskalarini endi Toshkentdan o'zidan olib kelishdi. Hamma detallarini men yozib nima qilib berdim. O'zlari olib kelishdi. O'zlari. Bu tarafini tumbalarni kesib almashtiramiz. Bo'ldi. O'zi Toshkentdan olib kelishi deganingizni aytyapman. Akalar ozgina xato qilib qo'yibdi. Chunki o'zimiz Qo'qonda Toshkentdan ancha arzon. Nima deysiz? Ha, arzon aka. To'g'rimi? Toshkentdan olaman dedi. Va kraskani Novelda 145 mingdan oldi. Bu yerda dastlabki o'zi olib kelib beraman deyapti 140 mingdan. Ha, olib kelib berishi bilan birga. Olib kelib berishi. Ha, 5 ming. Agar siz o'zingiz Qo'qonga boradigan bo'lsa, kamida 120 ming, 110 minglarga beradi. To'g'rimi? Bo'laveradi. Endi dastlabkasi ham bormi? O'sha. Dastlabkasi bor. Olib kelib berishi 140 ming deyapti. Maşallah, maşallah. Endi necha pul ketib qolishi mumkin taxminan mashinga? Misol. Sarflamancha 20 million ham ketadi. Sarflamancha. Hozir kraska xizmatini o'ziga necha pul ketadi? Men xizmat haqqimmi? Xizmat haqqingiz aytaylik. Ha, xizmat haqqim 5 millionga bo'lyapti. 5 million. 5 million faqat kraskani o'zi emasda, buning ichida to'g'rimi? Mana bu narsalarni qo'yish, yana perdelka, pardoz ishlari. Endi buni chirigan joyini kesib olib tashlayman. Shunaqada. Mana bir haftadan keyin ko'rsangiz, bu mashinani yo'qqa almashadi. Shu tomni oladi, ikkita eshigi va uchta eshik qoladi xolos. Magar hammasini kesib olib tashlaymiz. Maşallah, maşallah. Mana motordan olib qo'yishgan. Mana motorda olib qo'ygandan keyin bilishimiz kerak. Mana joylarda ham ancha ishi bor. Xudo xolasa do'stlar, qadrdonlar, bizni ko'rib kuzatib turgan akalar, ukalar, qadrdonlarimiz kimga kuzov ishlari kerak bo'ladigan bo'lsa, manzilimiz Farg'ona viloyati Rishton tumani Zodiyan qishlog'i. Ha, bo'ldi, chiqar. Bir safar akamizni chiqarib oldik. Jizzaxdan kelishgan. Ana shu joyga nimasini, Jigulisini olib kelishganda, keyin bir kun, ikki kun davomida telefoni umuman tinmagan, yaqin 15 mingta prosmotr bo'lgan. Shuning uchun men ish qilyapman, telefonga javob beraymi deyshgan. O'zi klientlarim juda ham ko'p deb aytishgan. Shuning uchun chiqarib yubormagin degan so'zlarni aytyapti, do'stlar. Ha, mana shu akamizni xullas biz chiqarib yuboramiz. Shunaqa odammiz. Xizmat kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, nomerlarni qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Ayamiz ko'proq ana retro mashinalar, ya'ni Moskva, Jiguli shunga o'xshagan mashinalarda ko'proq ishini qiladi. Sababi arzon narxda qiladi. Chunki mana mashinaning o'zi qancha turmaydi. Bu ham misol 10 milliondan past narxdagi mashinalarda bular. Maksimalni qo'yib aytaman. Kimdirlar endi aytishi mumkin, balki 30 million, 40 million meniki deyishi mumkin. Maksimalni o'rtasini olib aytaman. Mana shu 10 million, 15 million mashinalarda olib kelsalar, juda arzon narxga qilib beradi. U 50-60 million yoki 500-600 millionli mashinalarda ham bu narsa qilish qo'lidan keladi. Faqat narxi shunga yarasha bo'ladi. Mana uni ham endi narxiga yarasha desak, sifatsiz ekan deyishlari mumkin, lekin ancha sifatli ko'rib turibmiz. Kraska ham misol mana sepilgan, вообще oxirida polirovka qilib ham chiqarib beradi akalar. Xudo xolasa nomer qoldiramiz. Ustalar o'z kanalidan ko'rib chiqdim desalar, sizlarga bonus skidkalarini qilib berishadi. Tanijoylar, sog' salomat bo'linglar. Bizni ko'rishda kuzatishda davom etinglar. Qo'llab-quvvatlash uchun like tugmachasini bosib qo'yish esdan chiqmasin.